Assalomu alaykum. 2019 DTM variantdan 7-masalani yechim. Birga qilamiz demak. 5 mol karbon tangrit va 10 mol is gazdan iborat gazlar aralashmasida jami bog'lar necha foizini sigma bog'lar tashkil etadi? Demak, biz buni bilishimiz uchun strukturasini yozib olamiz. Karbon tangritniki va is gazniki. Demek bunda ikkita pi va ikkita sigma bor. Bunda demek bitta sigma ikkita pi var bunda. Ikkita pi var, bitta sigma var. Endi buni mol berilgan. Bu 1 mol uchun mana bu 1 mol uchun. Bu ham 1 mol uchun. Isitma shartida 5 mol berilgan. Kelsa 5 mol bo'lsa, demak pisini o'zi 10 ta, sigmasini o'zi 10 ta. Jamisi 20 ta. Buniki 10 mol. Buniki demek 10'daki 1 mol uchun 2 bo'lsa 10 molda qancha degan bo'lsak, ya'ni mana 1dan 2 ta pi bo'ladigan bo'lsa, 10dan qancha desak 20 ta bo'ladi. Demak, pisi 20 ta. Xo'p, sigmasi 6 qo'shib oldi. Sigmasi bittasi 10 ta bo'lsa 30 ta. Ikkalasida aralashma jami qilsak 50 ta bo'lar ekan. Agar 50 ta bo'ladigan bo'lsa 50 tamiz 100%. Bizden sigma bog'lar so'rayapti. Qancha esa bitta 10 ta bor, bitta 10 ta bor, 20 ta bor. X qiladigan bo'lsak, 1 ga 2 nisbat. Ko'paytirib qo'ysak 40%. Sezon. Endi detal narsani aytib o'taman. Bu bog'lardan ikkita juft bog' bo'ladigan bo'lsa, bittasini pi, bittasi sigma bor. O'sha narsani bilaman. Bitta pi, bitta sigma bilan. Bunda ham shunday, bitta pi, bitta sigma. Shuning uchun mana bitta, ikkita bir botni yozib qo'yayman. Bunda ham xuddi shunday mana. Endi aynan tepadagi yo aynan pastdagi emas, yana o'ylamanglar. Aynan tepadagi yashillar sigma yoki farqi yo'q, qaysi bo'lsa ham ikkita bo'ldi, bittasi pi, bittasi sigma. Mana uchtalikda qarang. Mesela o'rtadagi so'zim bittasi sigma bo'ladi, mana bittasi. Ikkitasi pi bog' bo'ladi. Mana atom bo'ladigan bo'lsa, o'rtasidagi bog' mustahkam bo'ladi-da, o'rtasidagi bog' ushlab turgan uzilish qiyinroq bo'ladi, energiya ko'p sarflanadi. Mustahkam bo'ladi, bu sigma bog' deyiladi. Atom elektron qavatlarning qoplanish hisobiga hosil bo'ladigan mana bunaqasiga pi orbitallar bo'ladi. O'zi aslida bunaqa yozmaymiz, atomni bir-biriga shunchaki sharga o'xshatib tashib turadi. Mana shu holatda mana shular pi, shuncha mana 3 ta bog' bo'ladigan bo'lsa, mana shu bittasi sigma, ikkitasi pi bo'ladi. Tushundingizmi? Keyin hisob o'tamiz.